Türkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining Hadlik xabar va muloyiza programmasiga xush keldinglar. Men Shekrizat G'ayrat. Tövəndə 2019 yılı 17 yanvardan buyan dünyada yüz bergen Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim uchurlarni sizlarga qisqacha xotirlatib o'tmoqchimiz. Xabardan keyin erkin obzorchi Farad Yo'rinqash apandimning bu haqdagi muloyizasini anglaysizlar. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komiteti Müdiri Ömer Qanat, Qurultay Diniy ishlar Komiteti Müdiri Turg'unjon Alovuddin va Qurultay Xitoy ishlari Komiteti Müdiri Ilshod Hasan apandilardan tarkib topgan Qurultay heyeti 14 yanvardan boshlab Malayziyada ziyoratda bo'lgan edi. Ular 17-18 yanvar kunlari Indoneziyada ziyoratda bo'lib, Indoneziyadagi bir qism muhim davlat arboblari va Indoneziyadagi eng chong diniy tashkilot rahbarlari, kishilik huquq tashkilotlari vakillari bilan keng doirada uchrashuv va muzokara olib bordi. Dünya Uyghur Qurultayı 18 yanvar bayonot e'lon qilib, Italiyadagi diniy erkinlik va kishilik huquq to'ri Zimiston to'rining muxbirlarining tutqun qilinishi va izdereksiz g'oyib bo'lishining qattiq andish qilayotganligini bildirdi. Zimiston to'ri Sharqiy Turkistonga muxbir evatib, dunyoning mazkur rayondagi lagerlar haqida dalillar bilan ta'minlab kelayotgan to'rlarning biri. Lekin o'tgan yil 8-oydan boshlab mazkur to'rining 45 nafar Xitoy muxbiri tutqun qilingan yoki izdereksiz yo'qolgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqorida 45 nafar muxbirning 4 nafari ichkirda tutilgan. Qolgan 41 nafari Sharqiy Turkistonda g'oyib bo'lgan. Dünya Uyghur Qurultayining bu haqdagi bayonotida biz haqiqatni oshkorlashga jasorat qilgan bu kishilarni unutib qolmasligimiz kerak. Biz yana xalqaro jamiyatining Xitoy hukumatiga bu muxbirlarni qo'yib berish va axborot erkinligiga hurmat qilish haqida unlik xitob qilishga chaqiramiz deb ko'rsatildi. 17 yanvar Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Xitoyga qarshi namoyish portlab, Xitoyning Qirg'izistondagi ta'sirini cheklash talab qilingan. Bu Qirg'izistonda yaqinqi bir oy ichida Xitoyga qarshi portlagan ikkinchi qatimliq namoyish bo'lib hisoblanadi. 17 yanvar kuni taxminan 300 dak Qirg'iziston fuqarosi Bishkek shahridagi Altalo maydonida to'planib, Qirg'iziston parlamenti va hukumatiga Xitoy ta'sir kuchining Qirg'izistonda kengayishini cheklashni, jumladan Xitoy fuqarolarini Qirg'iziston fuqaroligiga qabul qilishni ma'ni qilish, ularga Qirg'izistonda ishlash ruxsati berishni cheklash, Xitoy fuqarolarini Qirg'izistonda turg'izmaslik, Qirg'izlarning Xitoy bilan to'y qilishni cheklash, Xitoyning qarzi pulini qaytarib berishni qatorliq talablarni qo'ygan. 21 yanvardan boshlab Angliyada ziyoratda bo'layotgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim 21 yanvar kuni Angliyada yashayotgan Uyg'ur aktivlaridan Rahima xonim bilan birga Angliya podshohlik universitetida Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi bo'yicha doklad berdi. Dolqin Aysa apandi 21 yanvar kuni yana Angliya parlament a'zolari bilan uchrashib, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari masalasi bo'yicha suhbat olib bordi. Shundaqla Angliyaning sobiq ichki ishlar ministri Norman Baker apandi bilan ayrim uchrashib suhbatlarda bo'lgan. Dolqin Aysa apandi Londondagi faoliyatlarining muhim kun tartiblaridan biri islomiy tashkilotlarning mas'ullari bilan uchrashib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga qarshi musulmon dunyosini qo'zg'ash uchun asos hozirlashdan iborat bo'ldi va bu sababdan Londondagi markaziy masjid alohida ziyorat qildi. Dolqin Aysa apandimning Angliya ziyorati 23 yanvar qadar davom qildi va bu jarayonda u Angliyaning ba'zi muhim siyosiy arboblari bilan ayrim uchrashishlar olib bordi va markaziy Londonda bo'lgan kishilik huquqiy tashkilotlari bilan jazo lagerlariga qarshi 2019-yili birlikda olib boradigan faoliyatlarining kun tartibini o'rtaq muzokara qildi. 20 yanvar kuni Markaziy Fransiyaning Paris shahridagi Fransiya Uyg'ur jamiyatining 4-navbatlik saylami o'tkazildi. Uyg'urlar Fransiyaga 2000-yillardan boshlaridan tartib kelishga boshlagan bo'lib, hozir Fransiya bo'yicha 500 atrofida Uyg'ur yashmoqda. Fransiya Uyg'ur jamiyati 2008-yili Akbar apandimning riyosatchiligida Parijda qurilgan edi. Fransiya Uyg'ur jamiyatining 4-navbatlik saylami demokratik prinsiplarga asosan bilet tashlab ovoz berish usuli orqali olib berilgan bo'lib, Fransiya Uyg'ur jamiyatining sobiq muavin raisi Olim Ömer apandi mazkur tashkilotning raisligiga saylangan. Fransiya Uyg'ur jamiyatining 4-navbatlik saylami demokratik prinsiplarga asosan bilet tashlab ovoz berish usuli orqali olib berilgan bo'lib, Fransiya Uyg'ur jamiyatining sobiq muavin raisi Olim Ömer apandi mazkur tashkilotning raisligiga saylangan. Raislik saylamidan keyin tashkilotning 3 nafar muavin raisi, katibi, moliya mudiri, ijroiya heyat a'zolari va taftish saylab chiqilgan. Amerikada yashayotgan musulmonlar ommasining Uyg'urlar uchrayotgan siyosiy va diniy bostirishlardan yanada atrofli ma'lumotga ega qilish maqsadida Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti, Uyg'ur korxonchilar to'ri va Adams markaziy qatorliq o'rinlar birlashib 18 yanvar kuni kechda Amerikadagi eng chong masjidlardan biri bo'lgan Adams markazida Uyg'urlar haqida doklad berish yig'ini o'tkazildi. Oldi bilan Adams markazining hay'at a'zolaridan Robert Maro apandi so'z elib,
diniy e'tiqodning insonlar bahramon bo'lishga tegishli eng aqlli haqlardan ekanligi, navbatda Uyg'urlarning mushunday haqlardan bahramon bo'lish huquqining tortmaydigan qolmasdan, ularning diniy e'tiqodi sababli qanday zulmatga mubtalo bo'layotganligini bayon qilib o'tdi. Va yig'in qatnashuvchilarga dunyodagi davlat axborot vositalarining Sharqiy Turkistondagi lagerlar haqida ishlagan sin filmlaridan ko'rsatildi. Amerikadagi davlatlik va yerlik musulmon jamiyatlar, jamoatlar, diniy rahbarlar va ziyolilar birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarini taqashqa, Amerikadagi musulmonlarni Uyg'urlarga yordam bo'lishqa, shundaqla yig'ilish lagerlaridagi korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni boykot qilishga chaqirdi. Bu tunji qitim Amerikadagi davlatlik va yerlik musulmon jamiyatlarining, jamoatlarining, diniy rahbarlar va ziyolilarning Uyg'urlarga yordam qilish haqidagi bir bayonotga bunchalik ko'p sonda imzo qo'yishidir. Hozirga qadar markaz bayonotga Amerikadagi oz deganda 81 davlat va yerlik musulmon jamiyatlari, jamoati, atoqliq diniy rahbarlar va nufuzli ziyolilar imzo qo'ygan. Germaniyaning Karlsruhe shahrida qurilgan Tangridog G'unchilari ona tili maktabi 19 yanvar kuni rasmiy o'qish boshladi. Shu kuni Tangridog G'unchilari ona tili maktabi tunji soatlik darsini o'tib, bu atrofga joylashgan Uyg'ur musofirlarga germancha o'qitish, yosh o'smirlarga Uyg'ur ona tilida dars berish faoliyatini rasmiy yo'lga qo'ygan. Maktabda tunji qadamda 2 sinf tanglar dars boshlagan bo'lib, bu maktabning qurilishi shu yerdagi Uyg'ur jamoatini suyundirgan. Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdullah Uyg'urlarning vaziyatini diqqat bilan ko'zlayotganligini bildirdi. Sayfiddin Abdullah 22 yanvar kuni Yevropa parlamenti Tashqi ishlar komitetining yig'inida qatnashib, Malayziya hukumatining ichki va tashqi siyosatlari, kishilik huquq xotirasi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdullah Uyg'urlarning vaziyatini diqqat bilan ko'zlayotganligini bildirdi. Sayfiddin Abdullah 22 yanvar kuni Yevropa parlamenti Tashqi ishlar komitetining yig'inida qatnashib, Malayziya hukumatining ichki va tashqi siyosatlari, kishilik huquq xotirasi va uning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan savdo aloqalari ustida to'xtalgan. Uning so'zidan keyin savol-javob qismida komitet a'zolaridan ba'zilari Malayziya hukumatining Uyg'ur masalasidagi pozitsiyasining nimaligini so'ragan. Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdullah bu savolga javob berib, biz Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan ko'zlayapmiz, yuz berayotgan ahvollarga diqqat qilyapmiz va albatta bundan qattiq andishlanyapmiz degan. Bu so'zni davom qilib, bu masalada Malayziya hukumati o'z pozitsiyasimizni qanday qilib yanama ochiq qilib o'tirib qo'yish to'g'risida davomli izlanmoqda degan. Malayziya hukumati Uyg'ur elidagi lagerlar oshkorlangandan keyin Malayziyada tutib turilayotgan 11 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslik qarorini olgan va bu Uyg'urlarning gunohsizligini bildirgan edi. Bundan boshqa yana Malayziya parlament a'zosi va bo'lg'usi bosh ministr Anwar Ibrahim Xitoy hukumatini Uyg'urlarning haq-huquqlariga hurmat qilishga chaqirish bilan birga yana Sharqiy Turkistondagi lager masalasining Xitoyning ichki ishi emasligini ta'kidlagan. Vyetnamning xalqaro to'chon kishilik huquq tashkiloti 22 yanvar Janvardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida Vyetnam va Xitoy kommunistlarga qarshi birlikda namoyish olib bordi. Bu namoyishga Shveysariya Uyg'ur jamiyati taklif qilingan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Kerim Sherif apandi namoyish jarayonida so'z qilib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini fosh qilish bilan birga Sharqiy Turkiston xalqining erkin, hur va mustaqil yashash orzusini qayta ifodaladi. Hurmatli Talat apandim, siz bu biratlik hadislarga qanday qaraysiz? Rahmat Sherzod xonim. Endi hozirgi keyingi hodisalarga qaraydigan bo'lsak, hozir mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki o'zininki Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan jinoiy qilmishlarni yushirish bo'libmi, u yerda tasdiqlangan jazo lagerlarining mavjudligini, u yer dunyo jamoatchiligining yushirish va dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yash uchun diplomatiya jihatdan jiddiy bir qaytarim hujumga o'tganligini ko'rib olib bo'ladi. Bu nihoyatda muhim bir hodisa. Masalan, ana o'tgan yilning oxiri 12 davlatninki Xitoyga yaqin ko'pincha Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarninki diplomatlarninki Sharq Turkistonga berib, u yerda Xitoy o'zi yasab chiqqan atalmish kasb o'rganish markazini u yerda ziyorat qilishga ruxsat qildi. Keyingi xabaringiz bilan o'tgan hafta yana 6 nafar, ya'ni Xitoy bilan munosabat biroz yaqin, yaxshi bo'lgan 6 nafar davlatninki axborot xodimlarining muxbirlarini Sharq Turkistonga berib, bu yerda ekskursiya qilgizdi. Endi bu yerda afsuslanarli yeri, bu keyingi qatim bo'lgan bu 6 davlatninki biroz Xitoyga yaqin davlatlarning muxbirlari bu yerga borgandan keyin hozir qaytib kelib e'lon qilgan maqolalarda asosan Xitoyni oqlab, uningdagi g'arb matbuotlarini qoralab, masalan, hammasiningki o'rtaq tarafimiz nima? Bu yerda biz g'arbninki bir taraflamalik, bu yerda nimalarga ishlanib ketmasligimiz kerak, xabarlarga, dokladlarga
biz u yerda jazolarni ko'mdik, xalqni aytib qo'shilgan degandek, shundoq mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki jinoiy qilmishlarini yushirib, bu yerda tashviqot deb turibdi. Bu nihoyatda muhim. Demak, endi Xitoy hukumati rasmiy diplomatiya jihatdan bir qaytarma hujumga o'tdi. Undaqda biz Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilar, avom xalq nima qilishimiz kerak? Bu yerda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki bu yolg'onchiligini, ko'z bo'yamchiligini diplomatiya jihatdan olib turayotgan bu qaytarma hujumiga taqobil turish uchun biz, ya'ni xalqaro jamoatchilikni, dunyo matbuotlarini, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini texmo dalil isbotliq materiallar bilan ta'minlashga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Shundaqla guvohlik, shohidlikdan o'tish, guvohlikdan o'tish ishini favqulodda yuqori pallaga ko'tarishimiz kerak. Chunki bu guvohlik berish ishi intayin muhim. Xitoy hukumatiningki bu xil ko'z bo'yamchiligi, siyosiy aldamchiligini bu yerda fosh qilishda guvohlik berish masalasi intayin muhim. Shuning uchun butun dunyoning har qaysi ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning shu guvohlikni berish masalasiga jiddiy qarashni bu jihatdan sukut turolmasligini tavsiya qilmayman, chunki bu nihoyat muhim. O'tgan yili jazo lagerlari masalasining xalqaro bundoq cho'ng ta'sir qo'zg'ishida xalqaro matbuotlarning qiziq temasi aynishida bu yerda o'tgan yili shu guvohlikdan o'tgan, shohidlikdan o'tgan qarindoshlarimizning o'ynagan roli nihoyat cho'ng bo'lgan va bu jihatda qarindoshlarimizga alohida minnatdorlik bildiramiz. Bu jihat kompaniya yapgan va bu kompaniyani bu yil guvohlikdan o'tish, shohidlikdan o'tish kompaniyasini texnik yuqori bir baldaga ko'tarishimiz kerak. Sukut tursak, bu yerda igi chiqmasak, vatan urug'tuqqanlarimizga, qarindoshlarimizga, tonish bilishlarimiz igi chiqmasak, igisi yo'q ekan deb o'ttirdi, nima qildi? Ya'ni yaqinda bir qancha kun burun Yevropa parlamentida bir qozoq qiz bola guvohlikdan o'tdi. U qiz bolaninki deyishicha, uning dadasini bir yil burun bu yerda Xitoy pasporti olgan dadasiniki tutib jazolarga kirgan. Ammo bu qiz bola bir yilgacha hech kimga demay, birsiga deb qo'ysam dadamga ziyankash qilib qolsin deb sukut qilgan, ammo sukut qilib tursa qo'yib qo'ymagan. Keyin bu qiz bola dodillik bilan chiqib, butun matbuotlarga chiqib so'zlab, guvohlikni o'tib, xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga o'z tashabbuskorlik bilan bu guvohlikni o'tgandan keyin men dadamni tutib turyapti deb. Anandaki Xitoy hukumati atoyatdan yolvorib, soqchilar telefon qilgan bu qiz bolaga, "Voy dadamni qo'yib qo'ydik. Sen endi biroz og'zingni yig'sang, bu yerda so'zlamasang biz qarshi deb." Ya'ni Xitoy bu. Ya'ni bu yerda turmasligimiz kerak, igi chiqishimiz kerak bu yerda. Bulutni g'arb dunyosida yashayotgan qarindoshlarimiz, butun dunyoning qaysi ellarda yashayotgan qarindoshlarimiz. Shunga men bu 2019-yilni bu guvohlik berish yili va aylantirish nihoyat muhim deb qarayman va bu xizmatni texnik yuqori bir pallaga ko'tarishninki muhimligini bu yerda qayta ta'kidlamoqchiman. Rahmat sizga Farhod apandan nihoyat yaxshi fikrlarni berdingiz. Rahmat sizga. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bu qitimli xabar va mulohaza programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qitimli programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.